İkinci bölüm. Uning yana o'shqi olchi tushdi. Nailik inqilobiy komitet tarkibiga kiradigan inqilobiy rahbariy kadrlar ichida uning ismi bor ekanligi muqimlashdi. Bu xabarni Naining burunqi shujisi Lu Ming uchun o'z og'zi bilan aytdi. U hatto rahbarlarning oldi-keyni tartibini bilib bo'ldi. Qurolliq bo'limning mas'uli Rin Bujang Naiga birinchi qo'l. Sababi u ozodlik armiya mas'ulida Lu Ming uchun ikkinchi qo'l. U amaliyotda birinchi qo'l sababi Rin Bujang uning sizqi bilan mangdi. Rin Bujang Lu Shujining qo'lida o'sgan. Ondan qolsa ikki tarafning vakillari, ulardan keyin ham inqilobiy kadrlar vakili, ham milliy kadrlar vakili bo'lib, raqibning ismi yozilgan. U tegi yangidan qurilgan oblastlik inqilobiy komitetining doimiy hay'ati. Naiga nomzod qilingan doimiy hay'atlar raqibning navbatiga yozilgan. Amaliyotga raqibning ko'zi yetdi. Lu Shuji birinchi qo'lliqqa ko'tarilmay qolmaydi. Ikki tarafning vakillari osonla tushib qoladi. Demak, Lu Shujidan keyin raqib turadi. Bu o'rin raqibning orzusi bo'yicha aytganda arzimas o'rin. Lekin hozirgi kunda bunday o'ringa ega bo'lmoqmi nihoyatda cho'ng omad. U o'ringa ega bo'lishni orzu qilgan qanchalik hokimlar, Shuji Bojanglar 7-may kadrlar maktabiga boradiganlar qatoridan o'rin oldi. Yana birlari masalan Hoshirga o'xshashlar bu o'rinni saqlab qolish uchun qancha harakat qilgan bo'lsa-mu, oxiri ajri bekorga ketib, o'zi tinchidi. Raqibning xiyoliy Hoshirga ko'chish bilan badanida sovuq tar paydo bo'ldi. Hoshir hozir so'loqda bo'lgan bilan uning qo'lchimoqlari qo'yib berilgan. Ular hozirmi harakatda. Noma'ning deyishicha, Ili harbiy idora qilish komitetining oblastlik soqchi xizmatiga mas'ul bo'lgan muavin siyosiy komissari advokat ismli tashkilotni ommaviy tashkilot debdi. U bu tashkilotning a'zolarini buyruq bilan qo'yg'izib etibdi. Ana shu siyosiy komissar Hoshirnimi qo'yg'izib etishi, gunohsiz deb oqlab chiqishi mumkin-ku. U chaqda raqibning hozirgi o'rni Hoshirga qaytarilsa, raqibning badaniga o't tutashgan bo'lmamdi. U qo'yiq teraklik soya tashlab turgan to'pliq yo'lning cheti bilan yotqiga qarab mangdi. U hozir yotqidimi, shahardagi uyidimi yotmaydi. U bir kun uning, bir kun buning uyida qo'nadi. Hozir ikki tarafning qo'rollari yig'vilangan. Uning na yon qo'roli, na muhofazat qilgan odamlari yo'q. Shuning uchun u har bir qadamini ehtiyot bilan bosadi. Ko'pincha Lu Shujining uyida yoki o'zi qatnashgan tarafning mas'ullarnikida qo'nadi. Shahardagi katta uyning ko'p qismi o'zgartirilgan. Taxtayliq, chidir, qangaltirliq 5 ig'iz uyda hozir onasi, inisi va keyin elib qo'yib ayoldan qolgan 3 yoshli o'g'li turyotdi. Uy raqib uchun texmi qo'rqinchli. Heyliqi advokat kunlarning birida raqibning Odilaga aloqa qilgan ziyonkashlikni yezib choptishi, uni Hoshirni tamash qatorliq ishlar bilan birlashtirish mumkin. Hatto o'zlarining qamalishida raqibning qo'li borligini bilgan advokat a'zolari raqibga bo'lgan g'azabiga bas kelolmay, raqibga yoshirin zarba berishi, hatto uni o'ldirib etishi mumkin-ku. Uning xiyoliy go'zallikga ko'chish bilan vujudi bir yoshirin kuchning turtkisi bilan silkindi. Vujudi tuyuqsiz o't olgan po'riqdek portlashga tayyorlandi. U azob bilan to'lgandi. Hozir u yana nemishqa o'zini qiynaydi. Go'zallik hozir tul, himoyasiz, raqib uni amriga elishi, go'zal ay bilan hayotdagi kamtik joyini to'ldirishi, azobli xiyollardan o'zini qutuldirishi mumkin-ku. Uning baxtli bo'lishiga yana nima to'sqinlik barkintan? Uning xiyolda go'zal ay bilan oxirgi qitim uchrashgan vaqtidagi ko'rinish suratlandi. Raqib kichik mashina bilan Yahyaxon qo'rusining oldiga keldi. U sho'pirni qaytarib etib, taxtayliq 3 ig'iz uyning palampidan ko'tarildi. Ko'ksirlangan naqshlik deraza qapqoqlari mahkam etilgan, lekin udulki dalaning egiz qo'sh qanotliq eshigi qiyo ochiq edi. Raqib eshikdan qaradi. Dalaning boqqa qargan orqa eshigi uloq ochiq, bog'dan bulbul ovozi, gullar purqi kelib turadi. Raqib dalanga shapsiz kirdi. Uning yuragi xuddi hozirla qepidan chiqib ketadigandak tepichakladi. Bog' eshigining yendagi cho'ng sandiq ustiga gilam silingan. Gilam ustida go'zallik jaynikiga tayinib sunayinib yotadi. O'g'li onasining beqiniga beshini qo'yib o'ngda yotadi. Raqib ona bolaning asta ta'sirlik suhbatini aniq angladi. "Apa,
Әла дадам әмді келмәмді, келмейді балам. Келмесе біз басақ болмамды. Басақ хейдіп етеді балам. Мен оның оғлы тұрсам, немішқа хейдіп етеді. Seni heydemeydi, meni heydip etedi. Men apamni heydeme dememdim. Senin gepinge kirmeydi balam. Nemişqa, men bir tal balысы tursam. Onun yana bir kızı var balam. Mening ukam hadam Hech nima emas. U qiz dadamning qizi emasmi emisa? Emas balam. Emisa nemişqa dadam baqidi uni? Cho'ng bo'lganda bilasan. Kakkuqqa o'xshash o'zining bolasini baqmaydigan odamlarmi bor? Uni ozdab bolasini beqib bergan odamni dushman biladi. Yaxshi odamlarga yomonlik qiladi. Undaq eski odamlarni cho'ng bo'lganda bilasan. Ali. Raqibning yuragiga pichoq sanchilgandek bo'ldi. Bolaning ovozi anglandi. Men cho'ng bo'lganda eski odamlarni otdiman opa. Raqibning teni shurkindi. U putining uchi bilan mengib dalandan qaytib chiqdi. Lekin keyincha manganlik uchun Abduga putlashdi. Abduga peshayvondan daranglig'icha o'yli o'tirisiga do'mlab bordi. Sizmidingiz? Dedi Güzalay qo'shimizning turilgan chiroyi tamdak tatargan holda dalan eshigida paydo bo'lib, yana birlarini tutib beray deb timisqilab yuramsiz? Raqib ayolning so'g'uq muomalasidan g'azabli chiroyidan o'ng'aysizlandi. Yo'q, sizdan hol so'rab kelib edim. U sinoq nazari bilan ayolga qaradi. Ayolning lavlari yemirilgan, uyga kiring deydigan takalluf so'zning chiqishig'imi raqibning ko'zi yetmadi. Sizni ranjitib qo'ydim, dedi u yerga qarab. Bexastalik qilib a'lonni qo'g'day olmadik, ammo uni urgan lukchaklarni tutdik. Anglasam, bekmu harobsiz. Biror ishga o'rinlashdingizmi? Güzalay beshini langishdi. U ig'ir tindi. Bizning qo'shni gunohsiz. Uni nimishqa so'laysizlar? A'lonni urgan u emas. Güzalayning qo'shimisi turilsa, texmi go'zalishib ketadi ekan. Raqib uningga ko'z uzmasdan qaradi. Uning ayolga esilg'usi, uni bag'riga bosqisi keldi. Lekin ayolning chiroyidagi g'azab bulutlari uningga to'siq bo'lib turadi. Lekin savr qilsa ayol hamon yumshaydi. Güzalay yumshoq ko'ngil, hissiyotchan ayol. Raqib bechora bo'lib olsa, ayolning chiroyining g'azab bulutlari keladiganligiga ishandi. Vaqtli ishmi, mayli keyincha rasmiylashtirib olamiz. Ishing sizga yoqamdi? Güzalay javob berdi. Shu chaqda onasining yinda a'lo paydo bo'ldi. U onasining chiroyiga birli qaradi-da, ko'ngilsiz odamning kelganligini bildi. U boqqa qaytib kirib, qo'lga ko'say tutgan holda qaytib chiqdi. Iqtisodni qiynaldingiz, dedi raqib yanchiqlarini qo'lab. Az bo'lsin xarajat qiling. Men sizga boshqa tarafdan yordam qila olmasammi, iqtisodiy jihatdan. U pul tutgan qo'lini sundi. Güzalay yalt qilib raqibning ko'kirib turadigan chiroyiga bir qaradi-da, men nima uchun sizdan yordam oldi ekanman, dedi. Sababi siz hozir himoyasiz, yordamga muhtoj. Xatolashyapsiz, dedi Güzalay ochiq kulib qo'yib. Men himoyasiz emas, urug' tuqqandek yaqin kishilarim bor. Ular meni himoya qilyapti. Raqib qo'lini tortib oldi. Uning alamdan ovozi titrdi. Shundaqdimi bolangiz bilan tas. Bolamni tilga olmang. Uning dadasi hayot. U har qanday yo'l bilan o'z o'g'lini himoya qila oladi. Sizga aytib qo'yay, dedi raqib amdi g'azbini yushira olmay. Siz xiyolingizdan a'loni chiqarib eting. U xatarlik. U yezidimi tinish turg'uni yo'q. Jamiyatning dashqonlarini yeniga yig'ib olib, hadab aksiyatchilik qilyapti. Güzalay ko'ziga yosh oldi. Uning g'azabdan lavri ko'kardi. Sizdan iltimos qilay. Buningdan keyin meni izlamang. Meni ashu a'lo hashirlardek dushmanlaringiz qatorida hisoblang. Men sizni ko'rishnimi, ovozingizni anglashnimi xohlamayman. Dal shu chaqda raqibning yuziga ko'sayning uchi kelib tegdi. Raqib cho'chib yuzini tutdi. Ikkinchi qitim urush uchun ko'say ko'targan bolasini Güzalay quchoqlab tutib oldi. Urma balam. Urman, u eski odam. Ayol o'g'lini quchoqlab yerdan ko'tarib oldi-da, dalanning eshigini yopdi. Raqib vaqirdi. Güzalay to'xtang. Men sizga yurak so'zimni aytay. Uningga javoban eshik qattiq jaloq qildi da sharaqlab quluplandi. Raqib o'z eshigining qulupini ichib etib, xuddi heliqi etilgan dalan eshigining qulupini ichayotgandek vahima bilan andikdi. U uyga kirib cho'chib kayniga dojidi. Uning karvatida bir er bilan bir ayol quchoqlashib yetib uxlamoqda edi. Raqib vaqirmoqchi bo'ldi, lekin shu chaqda beshini pokiz qirdirayotgan nomard hijib karvatdan tushdi. Sizni zodla kelmasmikin debdiman. He. Mening yotiqimni fohishaxonaga aylantiryapsan-ku.
Oy, qilqisat, bu uyga qandaq kirding? Derazadan dedi Namat yuzini purkab, yetib olgan ayolni noqib turib. Bir ko'znikini chiqardim-da, ichidan ilg'uchini ochdim. Yo'qot, dedi raqib paqa yutib olgan yilanda ko'pib. 5 minutgacha muni qanjoqni yo'lga sol, sanga gap bor. U uydan xuddi biri ittirgandek yugurib chiqib ketdi. Ular ikkisi Eliyotqo bilan mas holda yana shu uyda paydo bo'ldi. Yan uydim xiyildan beri raqib bilan do'stlashib, pulni boyashat xashlab kelgan bir ommaviy tashkilotning boshlig'i o'z odamlari bilan vaqirishib, kulishib haraq ishmoqda. Bugundan boshlab dedi raqib Namatning murisini quchoqlab, ikkimiz bir-birimizga dushman. Sen hoshir, qurmash, a'lolar bilan yana do'st bo'lasan. Meni xohlagancha tilla, hatto ular bor yerda meni 100 tilla. Lekin heliqi pash qildigan materialni yaxshi tayyorla. Ishonchlik bo'lsin. Lazım bo'lganda men seni o'zim chaqiraman. Qani, romkani al. Muni 1000 so'm pulni yanchiqonga sol. Vaqtliq dushman, mengilik do'stlarning salomatligi uchun ko'taraylik. Ular romkalarni ko'tarishdi. Bir-birining qo'llarini qisishib xo'shlashdi. Raqib Namatni cho'ng darvozagacha uzib chiqdi. U Simot ko'rikning salosiniga yo'linib, amdala tamaka chekvedi. Daraxtlar orasidan 3 odam chiqdi. Yuring raqib bo'jam, dedi egiz bo'yliq odam qorong'udan chiqmay turib. Ozroqla ishimiz bor. Sizlar kim? Raqib parkim binosi tarafga kaynichi mangdi. Vaqirmang, dedi do'g'loq ovozi surlik biri uning yo'lini to'rab. Var qilsangiz asalla jim qilamiz. Raqib do'g'loqning qo'lida tapancha borligini ko'rdi. Butun badani titrab, putlarida jon qolmadi. Sizlar kim zodi? Çalvaqıma yuring, dedi yana biri uning qo'lini tutib tortib. Borganda bilsiz. Voy, uning og'zini biri olqini bilan yopdi. Tapancha peshonasiga tanglandi. Tirik qolman desang, o'ningni chiqama. Ular raqibni qo'ltiqlab untinsiz minishib, noya sirtiga ilib chiqdi. U yerda raqibni 3 ot qitilgan rezinka chaqliq xarovaga soldi. Otlar to'pliq yezi yo'lda yurib ketdi. Çiminde qanıdı, yılandek tili bar odammu xalqi berdigan hisobidan qichib qutulolmaydi. Dedi qo'yuq o'rmonliq boqqa kelganda heliqi egiz odam raqibni harbidan tortib tushirib. Rost gap qilsangiz, jiningiz omon qoladi. Yolg'on gap bilan oldirmoqchi bo'lsangiz, o'ligingiz qo'zg'ongan bo'ldi. Biz bugun sizdan hisob olamiz. Savollarimizga rost bilan javob bering. Ular raqibni chimanlikka tizlantirib o'ltirg'izdi. Ulardan biri qisqiliq qilib nutq so'zladi. Tarixdan biri bizning esil, yaramliq odamlarimiz xoin, munofiqlarning kasofatidan murodiga yetolmay halok bo'lib kelyotdi. Shu munofiqlarning biri naqsiz. Biz uzundan beri sizni kuzatib kelyapmiz. Siz bir shumbuya, shundoq bo'lsa-mu, rost gap qilsangiz yana kun ko'rsiz. U xuddi kesik tekan odamdek qo'rqib, judib, uyda bir oy midir qilmayapti. U ne tayoq yemedi, ne til ahonat anglamadı. Onu so'ra qilg'uvchilar xuddi hamma joyda uning kaynidan yurgandek qilgan xiyolini yo'shirin asbob bilan anglagandek uning qilgan atkini, o'ylagan so'zlarigalarni birma-bir o'tirib qo'yishdi. Raqib bu sirliq odamlarning qo'ldan salomat qutib olish uchun hamma qilmishlarini rost bilan aytdi. Hatto oxirida lentaga ilingan so'ra xotirasini qayta anglaganda o'z qilmishidan o'zi qo'rqib buqildab yig'ladi. U buningdan keyin kishilarga qasd qilmaslikqa, navoda yana biriga ziyonkashlik qilsa, yo'shirin o'q bilan etilishga rozi bo'lishga va'da berdi. U tong qorong'uligida shahardagi qo'rusining darvozasi oldiga harbi bilan keldi. Harbidagilar ketgandan keyin u shunchalik qo'rqdiki, uning darvozaning tungisini taraqlashtirishga holi yetmadi. U darvoza oldidagi taxtay supida o'ltirdi-da, holsizlanib kayniga tashlandi. Uning bir narsani o'ylashga-mu, bo'lib o'tgan ishlarni qayta eslashga-mu madori yo'q. Uning hech narsa o'ylamay yotqisi, orom olg'isi keldi. Atdiganligi ko'chaga suv chashqili chiqqan qo'shnilari uni yo'lab uyiga elib kirdi. Inisi darhol Noyaga xabar qildi. Noyadan kelganlar uning nima bo'lganligini bilolmadi. Chunki u paqirib qarab turardi. Savollar javobsiz qoladi. U shu yotqincha avgustning oxirigacha ho'yladan chiqmayotdi. Avgustning oxirida uni yo'lashtirib Noyaga elib chiqdi. Noya rahbarlari undan alohida ahvol so'radi.
u shu chaqdala bildi. Nahiyada inqilobiy komitet qurilgan. Raqib bu komitetning muavin mudirlarining biri ekan. Uningga taqsim qilingan xizmat xalq qo'g'dash guruhining muavin mas'ulligi ekan. U jamiyat tartibini qo'g'dash xizmatiga mas'ul ekan. Uningga endi 70-80 dak qurolliq odamlarga mas'ul bo'lishdek huquq tekkandila 2 oy burungi ishni ujur-bujurgacha esladi va o'zining aksil inqilobchilar tarafidan so'roq qilinganligini nahiya rahbarlariga so'zlab berdi. Bu jazman hoshirlarning ishi, dedi u xuloslab. So'roqning butun jarayonida ular hoshir bilan a'loni oqlab maqtab so'zlashdi. Ularning maqsadi mening o'rnimga hoshirni saplash. Heliq advokat bilan chetishliqi bormi? Deb so'rdi Liu Shuji uning aralashtirib. Namada shundaq bo'lsa, bu bir aksil inqilobiy harakat. Bu ishni darhol oblastlik inqilobiy komitetga doklad qilishimiz kerak. Halol ish qilguvchilar o'z ajri uchun qanchalik oson jazolangan bo'lsa, harom ish qilguvchilar o'z razilligi uchun shunchalik oson in'om elishdi. Raskap uchun turmaga kirguvchining izzirikini qildigan amaldor chiqmagan bilan razilligi uchun so'roqqa tortilguvchini himoya qilguvchilar yang turib o'tirg'i chiqishdi. Ular necha qitimlab qarorlar qabul qilishib, nechiligan gumonliq odamlarni so'roqqa tortdi. Mana shundaq so'roqqa tortilganlarning biri Qurmash. U o'ylisida qo'noq shexi bog'layotganda, o'nga yaqin qurolli xalq askari uning o'ylisini qorishib oldi. O'g'ziga pilimot o'rnatildi. Tamlarga avtomat asqarlar yamishib chiqishdi. O'yliq surlik odamlar qurollarni yalang'ochlab kirib keldi. Qurmashning bolalari cho'qirashdi. Ayoli Qurmashga yamashdi. Qurmash pachiqiga yamashgan kichik bolasini bag'riga bosdi-da, kirguvchilarning mas'uliga qarab ochiq kuldi. Buncha ola kuch soya qilishning hojati yo'q edi. Chaqirsanglarmi boratdim-ku? Bog'la. 2 xalq askari Qurmashning qo'llarini qayirib bog'ladi. Qurmashning qo'llari gajgisiga chiqdi. Gavdasi mukchaydi. Peshonasi so'g'uqlar chiqdi. Tishlari g'ujurladi. Qonunsizlik, dedi u har bir so'zni azob bilan dona qilib aytib. Partiya markaziy komiteti bor. Cho'qim bu qilganlar uchun jazolanasizlar. Qurmash o'zining nima uchun tutilganligini 2 kundan keyin, ya'ni birinchi qitimliq so'roqqa elib chiqilgandan keyin bildi. Hoshir sizlarga qanday yo'l yo'q berdi? A'loni kim yo'shirdi? U hozir qayerda? Qancha qitim aksil inqilobiy qor yig'in ochdinglar? Yig'in xotirasini qayerga yo'shirding? Bu savollar qancha qitimlab takrorlandi. Qurmash nurg'un gap bilan hech nimani tushuntirolmaganligi uchun oxir savollarni javobsiz qoldirdi-da, dahshatli qiyin qistoqqa tayyorlandi. Tasma pota, oq tayoq, mush, put, uning berniga hammala nima tegdi. Hammala nimaning izi tushdi. Lekin u nima gunoh qilganligini bilmagachga so'roqchilarni rozi qila olmadi. 4-kuniga borganda bo'ri silingan taxtay supi ustida 14 odamning orasida yenicha yetib qiynalish, kuniga 2 vaqt qo'noqni yeyish, sesiq havoliq kamarda qiynalib nafas olish, tarat to'ngini to'kish qatorliq jonga tegadigan ishlarga u chiday olmadi. U erkin yayloqni, qarg'aylar orasidagi yomg'irdan keyingi nam, puroqliq havoni, titrab turadigan pishiq go'sht, sap tayoqda suniladigan qimiz va g'ur-g'ur shamolliq kigiz uylarni qancha esladi, qancha seg'indi. Tashnalik, erkinlik uni aqlidan ozdirdi. U kechda so'roqchiga xat yozdi. So'roqchi xatni raqibga berdi. Raqib uning xatini o'qidi. Xat mundaq yozilgan edi. Men hammani topshiraman, lekin birla shartim bor. Raqib o'zi meni so'roq qilsin. Ko'p o'ylanish, muzokaralardan keyin raqib Qurmashni so'roq qilishga qo'shildi. Lekin ehtiyot tadbirlari to'liq qo'llanildi. Ikkilan qarama-qarshi o'ltirdi. Ular nurg'un qitim shunda qarama-qarshi o'ltirishgan, lekin u chaqlarda ularning chiroylarida hozirgidek g'azab nafrat judolari yo'q edi. Ular kulib bir-biriga tamaka sunishib, o'ltirib butun nayining ma'rif ishlari, ma'rif inqilobiy o'qituvchilar qo'shini to'g'risida qizg'in paranglashgan. Bugunchi ularning biri jon kuyar g'oyalik, samimiy, sodiq bo'lgani uchun dushman, javobgar, yana biri bo'lsa hiylagar, saxtbaz, mansabxo'r bo'lgani uchun ishonchlik so'roqchi. Qurmash, dedi raqib surli qiyofatda. Hömib, men temi belgilmayman, savol so'rmayman, qani so'zla, qulqim senda. Qurmash raqibning texmi bo'rtib chiqqan qapig'iga, qo'sh enkiga, 3 burchak hiylagar ko'zlariga qaradi. Men usudim, dedi u xirqirgan ovoz bilan. Uningga xalq askarlari suv berdi. Qo'limni bo'shitib qo'yinglar.
Yo'q, qo'ling bo'shatilmaydi. Ma'qul, dedi Qurmash o'rnidan turib. Sen Hoshimning qanday yo'l yo'riq berganini bilmoqchimi? Qani so'zla. Uning yo'l yo'riqi oddiy, seni yo'qotish. Tashkilot to'g'riliq so'zla. Raqib o'rnidan qo'zg'aldi. Uning chiroyi ko'kirishga boshladi. Qurmash kulib qo'ydi. Vaqirma, dedi u raqibning oldiga kelib. Seni tutib opirib so'roq qilganlar tihoyat, harakatda. Ular qurolliq aksil inqilobchilar. Ular Hoshimning yo'l yo'riqini jazman ijro qildi. Seni jazman otadi. Raqib ishik tarafga dajidi. U xuddi hozirla etildigan odamdek aloqsada bo'lishga boshladi. Qurmash so'zini davom qildi. A'loni tutolmaysan. U hozir chet elda. O'z davlatida kun ololmaganlik uchun bizning odamlarimiz uni chet elga qochiribdi. Raqib kotiblarga qaradi. To'liq yezinglar. Bizning odamlarimiz uni chet elga qochiribdi dedi, ha? Yaxshi, Qurmash Jo'jang, siz partiya tarbiyasida cho'ng bo'lgan, partiya qo'yinda o'sgan kadr, rostini aytsangiz, xizmat ko'rsatgan bo'lasiz. Sizlarning tashkilotingizning ismi nima? Advokat. Programmasi-chu, barliq gunohsiz jazolanganlarni aqlash. Aniq bo'lmadi. Qurmash apandi, ochiqini ayting. Chet el bilan qanday aloqa qildinglar? Qayerni baza qilmoqchi? Bazanglarga qanchalik ot, oshliq, miltiq to'pladinglar? Nadirov, Savtov, Isroilov qatorliq qahramonlaringlar qanday yo'l yo'riqlarni berdi? Butun Shinjang miqyosida harakat planinglar qanday? Birinchi nomerlik rahbaringlar kim? Qo'mondonlik shtabi nada? Aslida savol so'rmay degan, lekin sizga yordam qilg'im kelyotidi. Qani bir-biridan javob bering. To'liq yezing, katiblar. Kelgusida yaxshi kunlar kelganda xalqimiz bilib qo'ysin. Raqib suiqasdchi, munofiq, u mansub uchun Hoshirga, ayol uchun a'loga suiqasd qildi. U bizning eng yaxshi odamlarimizni yo'qotish hisobiga foyda topmoqchi. Hoshir kim? Butun vujudini xalqqa bag'ishlagan kommunizmchi kadr. A'lochi, u bilim madaniyatga jinini tikan qaysar jangchi. Ularni yo'qotish xalqqa ziyon selish, xalq manfaatini yo'qotish degan gap. Raqib degan suiqasdchi a'loni lükchaklarga urg'izdi. Hoshirning ustidan bizning ustimizdan yolg'on ansiyasidi. Avlodlar bilib qolsin. Raqibdek razillar bo'lmagan bo'lsa, jahon tezroq gulga purgangan bo'ladi. Og'zingni yum, it. Raqib sakrab qo'pib Qurmashning og'ziga mush bilan urdi. Qurmash santirilib to'xtab qoldi. U ochiq kulimsirdi. Mana bu sening ojizliging, razilliging, dedi u og'ziga to'lgan qonni raqibga qartib tukirib. Tufi, mana sana javob. Shingsisayning davrida ishlagan bo'lsang, o'rning texmi yuqori bo'ladi ekan. Biroq bizning hukumatimiz jallodni yomon ko'radi-da. Raqib yana urushga yugurib edi. Kotiblik qilayotgan ikki yigit o'rnidan turib, uni tutib oldi. Bu ishingiz bo'lmadi, Rijorin. Rost qamlashmadi. 3 kundan keyin raqib pikap bilan G'ulji shahriga qarab yurib ketdi. Beijing markalik pikap oblastlik inqilobiy komitet binosining Simut Palambi oldida to'xtadi. Raqibni hamrohi belikidan tutib ikkinchi qavatga elib chiqdi-da, xalq muhofazat guruhi degan viviskisi bor ishga kelib to'xtadi. Raqib rahbarlar, maxsus xodimlar muhim o'rinlar bilan so'zlashdi. Uning qo'ldan chiqqan material nurg'un nusxa bostirilib, yuqorisi markaz Abdunum rayonlik inqilobiy komitetgacha, tövni har qaysi noyining qurolliq bo'limlarigacha avatildi. İli rayonda chet elning bevosita qo'l selishi bilan bir aksil inqilobiy tashkilot qurilgan. U tashkilot 5 xil unsurlar, chet elga bog'langanlar, milliy bilginchilardan tarkib topgan. U chegara rayonda baza qurib nurg'un qurol, oshliq, ot tayyorlagan. Ular aktiv holda a'zo ko'paytib, tez orada qurolliq qo'zg'olon ko'tarmoqchi. Chet elning yordami va qurolliq aralashishi bilan proletariat diktaturasini og'dirib, fashistik hokimiyat qurmoqchi. Hozir bu aksil inqilobiy guruhning g'ul unsurlaridan bo'lgan Nadirov, Isroilov, Savtovlar qo'lga olindi. Hoshir, A'la, Qurmash qatorliq g'ul unsurlarmi xalq inqilobining yolqini ichida qoldi. Ularning programma, plan va atalmish qora davlat bayrog'i, davlat gerbi, davlat gimni, hatto davlat asosi qonuni qatorliq naq paketlarmi hozir qo'lga tushdi. Materialning bu kirish qismidan keyin bir qancha parcha tarmoq materiallar, so'ra xotirlar, pash qilish materiallari va ismlik grafalar ayrim holda to'plangan. Bu bir material hamma joyda jiddiylik, ansizchilik, vahima paydo qildi.
To'liq qurollangan odamlar avtomobillarga to'lib, o'ri turib nelargadir chepishdi. Nelardadir birlari bog'landi, birlari tayoq yedi, birlari qochdi, yana birlari yoshurindi. Qanchalab odamlar xo'rlandi, ko'z yish qildi, yilindi, ichindi, g'azablandi va xushal bo'ldi, shodlandi. Xuddi tuyuqsiz yer tavragandek yoki dahshatlik mo'ldir tushgandek odamlarni hong-tong qoldiradigan bir xil ofat paydo bo'ldi. Raqib mana shunday zo'r mo'jiza paydo qilganlik uchun o'zini to'liq qobiliyatli, yaramli va davrga loyiq qahramon hisoblab, oqshimi o'ngda yetib rohatlanib tamaka sho'ridi. 3-bölüm 1969-yili judulluq va vahimelik boshlandi. Qar yog'maydigan kunlar oz. Dalalar metrdan qilin qor bilan, shahar ko'chalari taklimakan qum barxanlardek qor dövlari bilan to'ldi. Yezlar bilan shahar orasida qatnash uzildi. Shahar xalqi ertadan kechgacha o'yli orom, o'gizlardagi kechacha yoqqan qorni adolash bilan avora. Dehqonlar so'zilayotgan qorong'u qishning dastidan qo'tallarga qamilib, o'zidan ko'z uzmas bo'lib qolgan 4 to'q meli bilan echir qilgan to'g'o'larning g'imida. Malchilarning qishloqlari qilin qor bilan ko'milgan. Ko'zlak va maydonlarning yo'llari etilgan. Mollar qirilmoqchi, malchilar qaqshmoqda. Ularning holiga yetadigan odam yo'q. Hattoki kunmu g'ilpal ko'rinib qo'ydi-da, oq tutak va kulrang bulutlar orasida yo'qoladi. Shoxlari qilin qorning besimidan yergacha egilgan teraklarning to'pi shoxlarida qog'i quzg'unlar ansiz vaqirishib, tabiatdan zorlanayotgan odamlarning g'am qayg'usi ustida kulishidi. Qilin muz ostida yotgan Ili daryosining atrofidagi shanonlashgan to'qayliqlar orasida seg'izxon sharaqlab, kishilarga texmo dardi ko'p mehmon suv optining bo'ldiganligidan xabar bermoqda. Ili vodisi qor va vahima ichida. 1968-yili dekabrda Ili vodisiga qor yog'magan. Kuzgi bug'doylar mol ig'izi tekkanligi va qora sovuq yerni chaq-chaq yerib etganligi uchun qordan chiqqan. Shu sababli dehqonlar vahima ichida. Shahar xalqi bo'lsa to'plagan ko'ktat zappisining tugaganligi, oylik un normasida qo'noq unining 60%dan oshganligi, 500 gram oylik go'shtning o'ruq kala go'shiga aylanganligi, yerim jing mayning kapolatsizligi, 1 kilo mayning 7 yuanga chiqqanligi, shakarning yo'qligi, haraqning tepilmasligi, raxbildining ozligi, ko'mirning qisligi, qatorliq kundalik turmush qiyinchiligi ustida zarlanmoqda. Ilim ahli ilmning insoniyatning dushmaniga aylanib qolganligi bilan azoblansa, siyosat va jamoat ahli borgan sari kuchayotgan o'zaro ishki mojaro, ansizchilik va rasmiyatchilik zarbisidan burutuq turma bo'lmoqda. Bir oydan beri nahiya turmisining 24 kishilik tor kamerada yetib, texi 5 kun burun dumlaklik qozondek qorong'u mashinada butun bir mashina qurolliqlarning yolishi bilan kechida oblastlik turmaga yo'tkalgan Hoshirning xiyoli kaptiri Ili vodisi ustida parvoz qilmoqda. Uning xiyoli bir oy burun o'zi ko'zdan kechirgan yezlar, tog' g'o'lardagi malchilar bilan band. U xiyolda atrat boshliqlari bilan taqsimot terilg'u kelgusi to'g'risida so'zlashatdi. Uruqliqdan yetib qolgan qo'ylarning dumbisini salaytdi. Uch vaqtliqiga talqan yab qilin jo'g'a o'rinib, islashgan uyning to'ngligiga qarab o'tirgan malchining yirik qo'llarining ching siqatdi va ballarga pranik tarqatdi. To'mir eshik eg'ir ichildi. Yerdan 1 metr ko'tarilgan sup ustida qistilishib yetishgan 20 necha mahbus komanda berilganda tangla beshini ko'tardi. Avtomatni xuddi hozirla atalgandek tutib olgan yumuq ko'z turma nazoratchisi chirqiroq ovoz bilan baqirdi. Hoshir o'rnidan turdi. Mang. U mangdi. Butun turmadagilarning diqqati va hurmatiga ega nahiyalik partkom shujasi pokiz qirdirilgan beshini silab qo'yib, pirlashgan ko'k shapkasini kiyib, to'qilma yoqiliq ko'k paxtliq chopini ustidan kang tasma potni ching bog'lab, bojingir kiygan oyig'ini mashq qilgan askarlardek jonliq dasab ishiga qarab manganda, uning turmidoshlari qapoqlari tushgan holda uning kang va mazmut yelkasiga qarab turishdi. Kamerning to'mir ishigi qayta etilib eg'ir qulub qayta silingandan keyin bulungdagi tarat tungi yenida
Nem yerdə eski mishkap üstüdə sunaylıb yatqan saqal buruti öskelen dorday kalpuk Makbuz birinci bolup küldü. O əmdi kelmeydi. Onun ornida əmdi men yatdimen. He. Midirlama, orningda yat, dedi bir yigit onunğa qo'lini shiltib. U qaytib keladi. Uni cho'qim atadi, dedi bayqi dorday kalpuk beshini lingiltib. Onunğa o'q zoya, uni sirtmaq silib o'ltirish kerak. Hayvon, dedi bayqi yigit o'rnidan chachrab turib. Sening ashu shum eg'zingga dog'lash kerak. Nima, senmi men bilan sinishib baqmoqchimi? Dorday kalpuk o'rnidan turdi. Uning bir ko'ziga qon uyib qolgan, qopqi yerilgan edi. Supida yotganlar o'rinlardan turishib, taraf-tarafdan tovlashdi. Ahmad o'g'ri, supiga chiqsang dumbaga o'lasan. Endi senlar ishindigan hoshir to'ng yo'q, onangni. Naq shu chaqda Gündübay eshigini ochdi. Hamma jim bo'lib qolishdi. Nima bo'lishding? Gündübay g'azablik vaqirdi. Ahmad o'g'ri yana jadal qilyotdi. Ahmad o'g'ri mavu tungni to'kmadi. Ahmad o'g'ri yana hadadan oshdi. Ko'pchilik vaqirashdi. Dorday kalpuk hijaydi. Hoshir degini oqshom meni urdi. O'rnimni tortib oldi. Men jinoyatchi emas, tapsida yotmayman. Sen paskini o'g'ri tapsida yotsan dedi. O'rnimni urib tortib oldi. Endi u yo'q, men o'rnimga yotdiman. Ahmad o'g'ri shikoyat qildi. Heriqi yosh yigit Gündübayga qarab yilingandek kulib qo'ydi. Yolg'on aytdi. Undaq emas. Hoshir bu yerga kirish bilan Ahmad o'g'ri uni mazoq qildi. O'g'ri bilan shuji o'pmi o'xshash. Mana qara, sen meni tutib berib eding, orqamdan o'zingmi kiribsan. Ko'rsan, seni otadi, meni qo'yib etadi. Bu hukumatga o'g'rilar dushman emas, sana o'xshash shujilar dushman deb kulib edi. Hoshir buni rosa uchuqladi. Bu o'g'ri hammamizni bo'za qiladi. Hoshirning to'mir mushti buni yavaşlatgan, mana bu yana addigili turdi. Gündübay ularning gapini xuddi hikoya anglagandek qiziqsinib angladi va oxir Ahmad o'g'ri, sen mushi yerda yotsan, endi jidal qilsang, qo'lingga qo'ysa solaman, dedi taraf to'ngning yenini ko'rsatib. Shuni bilan o'g'ri jimidi, lekin turmining qilin tom va to'mir qopqilar ichidagi so'roqxonasida elishish endi boshlangan edi. Baş so'roqchi, 2 yordamchi so'roqchi, 2 xotirlig'uchi, 5 nafar qurolliq muhofazachi, egiz, o'ruq, qing'roq burun, ko'zlari o'ltiroqlashgan, ammo surlik odamni qo'rshib olishgan. Ular jiddiylashgan, savollari tartibsiz holda javobgarlik istamoqda. Javobgar bo'lsa, go'yo ularning gapini anglamay, o'z g'imida o'ltirgandek xotirjam, eg'ir besiq va tamkin edi. Xotirlig'uchi daftariga 1969 yili 12 aprel birinchi so'roq degan xatni yozdi-da, oxirga javobgar Hoshir, Uyg'ur, 37 yosh, Aksil inqilobiy guruhining g'ul unsuri degandek xatlar yozildi. So'roqchining birinchi savoli: Javobgar Hoshir, sen partiyamizning dushmanlarga qarshi turish siyosatini bilamsan? Bilaman, deb baqa. Birmi dushmanni qoldirib qo'ymaslik, birmi yaxshi odamga vobal qilmaslik. Seni qo'lga elish to'g'ri bo'lganmi yo'q? 100% xato bo'lgan. Johillikning oxiri nimaga kelib borganligini bilamsan? Haqiqatda ching turishning oxiri g'albiga elib borganligini bilaman. Sen chet el aksiyatchilari bilan til biriktirib, jamiyatdagi bir uchum aksil inqilobchilarni uyushtirib, aksil inqilobiy qurolliq to'plan ko'tirish uchun aktiv harakat qilgan, jinoyati chekidan oshgan aksil inqilobiy kotivasisan. Sening hamma jinoiy materiallaring qo'limizda. Sen mutahamlik bilan proletariat diktatorisining jazosidan qutula olmaysan. O'lim yoki hayot yo'lini tanlab bilish o'zingga bog'liq. Qani aytganda, ulug' doimiz mavjushi Düyimin qatarlıq qo'miyning aksiyatchilarining katta boshlarga yozgan buyruqida nimalarni degan? O'zinglar yod bilasizlar-ku. Oliy yo'l yo'riqni yod o'qishdan bosh torting, ha? Yo'q, o'zimni qo'miydanchilarga o'qitishdan bosh tortdim. Sen dushmanmi emasmi? Men proletariat inqilobchisi. Dushmansan, men dushmanlarning dushmani. Sening dushmaning vatan, partiya, xalq. Hoshirning chiroyi tamdek tattirib, lavlari to'mirdek ko'kardi. U o'rnidan ixtiyorsiz sakrab turib, vaqirmoqchi, yo'g'on mushtimi bilan so'roqchining oldidagi ustalga urmoqchi bo'ldi. U jaloqlab titrab, oldiga bir qadam chamdishiga 2 qo'liga 4 muhofazachi sildi. 4 odam uning
qavul qo'llarini tasta qayridida gejgisiga apirib birinchi bog'loqni bog'ladi. Hoshirning nafsi bo'g'ilib, ko'zlaridan taramlab yosh to'kildi. U birinchi qitim bog'lanmoqda, xorlanmoqda. Uningga azob tuyuldig'ini jinning og'rishi emas, balki so'roqchining oxirgi haqorati. Hoshirga dushman qilib ko'rsatayotgan bu uch ism uning hayoti, jini, uning barliq orzu armon qilgan ishining kuch kabolati manbasi. U shular uchun tug'ilgan, shular uchun yashaydi. Ularsiz yashash Hoshir uchun o'lmakdan azobliq. U nimani qilmasin, vatanini, partiyasi va jonijon xalq uchun qilishga odatlangan. U nadil bo'lmasin, o'zini shuning uchun qarzdor va majburiyat egasi deb tonib kelgan. U o'z hayotida biror insondan bu xil haqoratli gapni anglayman deb hargiz o'ylamagan. Bo'libmi o'zining sadoqati hisobiga bu xil ohanatning in'om bo'lishini zodli xiyolga keltirmagan. U uzoq uxlab uyg'ongandek hushiga keldi. U o'zining qanchalik tayoq yeganligi, qancha vaqt esilganligi, nam yerda qanchalik vaqt yotganligini eslashni xohlamaydi. U 3 metr egizlikdagi to'pi panjaradan girimsan osmonga qaradi. Osmonda qor ushqunlamoqda edi. Uning xiyoli yana qor bilan cho'mkelgan kichik, pakar yog'och uylarga tiqilgan chorvachilar, o'g'isidan yog'och gurjak bilan qor tashlayotgan kurak juvuliq qiyri tog'isi, mahallasidan yiroqdagi maktabga kultuk qorda tasda minib ketayotgan, quloqlari xo'roz tojisidek qizargan bola, shivirg'an huvlayotgan daryo bo'yi taraflarga ko'chdi. U shu yerlarga berishga tashna, o'rinsiz qamilib, qimmatli vaqtning zoyi ketayotganligidan ralli bo'ladi. U kamir tunligidan ko'zni yeniga to'tkidi. Uning o'ng yenida chiroyli bir yigit mo'xirga chekib o'ziga qarab o'tiribdi. "Qandaqroq Hoshir aka?" dedi yigit miyiqida kulimsirab. "Putlaringiz saqmikan?" Hoshir putlarini mixmirlatdi va yigitga qo'lini so'zdi. Yigit uning yo'g'on qo'llarini tutib, o'ltirib olishga yordamlashdi. "Beshim og'ir", dedi Hoshir dakka bilan tengilgan beshini irg'itib. "Mengim qo'zg'almagan bo'lsa mayli", u mo'xirga o'rab o'tib, o'zicha so'zildi. "O'tib ketadi. Proletariat madaniyat zo'r inqilobi hammani hal qiladi. Bizning qaysimiz vatan, xalq, partiya deymiz, qaysimiz demaymiz, buni albatta ayiradi." "Nima deyapsiz aka?" dedi yigit ko'zlarini chekchaytib. "Bizni bu turmaga akilib qolmagan shu madaniyat inqilobi-ku. Siz texicha bu inqilobdan umidmi?" "Shundoq bo'lmaychi?" Hoshirning chiroyi tutildi. "Sen nima odamsan? Madaniyat inqilobiga qarshimisan?" "Meni madaniyat inqilobiga qarshi turding" deb so'lg'an tursa, "Nima deb qarshi turgansan?" "Masjidning peshtiqini bozg'anlarni ragatga bilan otganman. Keyin meni tutib olganda asosiy qatlamning jo'rinining 4 shishini bir bosh bilan qo'mirvatgan." "Ya'ni-chu?" Hoshimning chiroyi sal ichildi. "Boshchi o'xshamamsan?" "Yanimi?" dedi yigit kulib qo'yib. "Qizil qo'g'dug'uchilar meni urg'uli turganda bu inqilob emas, bulongchilik deb vaqirdim. Vaqirg'inim qamlashmabdi. Bu albatta inqilob. Inqilobni haqorat qilishga bo'lmaydi. Bu dunyoda misli ko'rilmagan zo'r inqilob. Shuning uchun sanga o'xshash nohiya shujilari, Liu Shaoqing dek davlat raislari, menga o'xshash islom ochquvchilar bilan bir uyga so'linayotdi-da." O'rin ko'rpisi ustida sunaynib yotgan qanşarliq, saqili to'lim qo'yiq va uzun, yelpigishda ko'rinadigan mazmun gavlik odam ta'ni bilan hijib qo'ydi. "Sen nima deb biljirlaysan aka?" Hoshir uningga hozirla tashlandigandek alpozda hömiyib qaradi. "Islom oshquchi ekan texi, xalqimizning badanidagi marazsan. O'zingni men bilan qandoq selishtira olaysan? Men suiqasdga uchirgan pok kommunistman. Bilaman, rost kam, nomussan." Hoshir o'zining qandoq sakrab turganini, heliqi bomba soqolning qonidan qandoq bo'qqanini o'zim sezmadi. Uning qo'llarini 3 odam qarishtirib ajratdi. Buvay qanigan burnini kir yog'liq bilan ertib kulib o'ltiratdi. "Qo'yib beringlar, baribir bizni otadi. O'qda o'lganimdan shujining tirnoqlarda o'lganim obdaroq", dedi u ochiq ta'na bilan. "Seni bilamiz. Sen turmaga kirgan kuningla bilib bo'lgan biz. Sana o'xshash o'limga buyuriladigan siyosiy jinoyatchining mushu uyga keldiganligini bilatdik." Hoshir gap qilmadi. To'g'risi uning gap qilgudek holi yo'q. Beshi qayib, butun badani chidag'usiz darajada kuyib og'irmoqda edi. U endi o'zining tunugun qanchalik qattiq tayoq yeganini bildi. Uning
Ağrığı küçəyген siri heliqi çangal saqal zəhərdək açıq til bilan onun nervlarına hücum qılmaqda idi. Yer təvrəş başlandı. Dedi çangal saqal. Senin işengen Polat namlıq qəsrən qınğaydı. U gum buludu. Sen qotur küçük bu tamlarga terek bulalaydınmı? Biz Şeyhül İslamның g'azatchilari ay yulduzliq islom bayrog'ini o'z yezimizning osmonida lapillatimiz. Bizni otidi, ammo bizning odamlarimiz jahonni qoplagan. Sizlarning tilinglar bilan aytganda dunyoning hamma yerida bor. Sen ahmaq, dushmaning bilan o'z odamingni farq qila olmaysan texi. Peshimda namoz o'qishning o'rniga qonimga qo'l soldingmi? Qolgan tartquliqni veylunda tartsan texi. Әтсізден башлап Хаширның бүтін бәдіні ішіп көкіріп қызып кетті. О, ешнем емей ішмей, көзінімі ашмай сунайлып етіп қалды. Хейліқі яшигет оның пешанысыға дөңгі қойып, халдың қабар алды. Хашир жөйлейді. О, бірлеріні чақыратты, бірлеріні тылайтты. Тұрып азап білән күліп қоятты. Бәзі юған көзлерінің чанақларыдың тарамлап яш төкілетті. Камырдaki қалған 4 kişi heliqi çangal saqal buvaydan başqaları tinimsiz halda eğizlerini medildetip Kur'an okuydu. Yalğız çangal saqal buvayla pat-pat. O tehi can üzmüdü mü? Ezrail aleyhisselam aldırış oxşamamdı. O yaki biriga tartışamdı dep qoyatdı. Əla, Raziya degelleri kimki? Ballarımıdı yaki ayalı bilen dostumudu. Pat-patla şularının ismini çakırıdı o. Bunun xotun balsı yok. Dedi Çangı Saqal. Men bilmen, Əla degini bunun dostu, şeriki, onun həmmə şerikleri tutulgan, yalğız şu Əla deginila tutulmapdı. Siz nədən bilisiz? Bizning təşkilatdan biri muşu Əla deganni çekib kögen. O jazalangan bilimlik adam. Biz onu hökumetke qarşı adam hesablab təşkilatqa tartish üçün sınab baqqanda, hə, sınaqdan ötdümü? Nədikini o muşnunğa oxşaş qızılbaş Vətənim, xalqım deb so'zlaydigan ekan. Bizga lozimi bu hukumatni chish tirnoqlar bilan talaydigan dinga, millatga sodiq islom ahli. Endi sizlarni otidi. Tashkilot qurg'uninglarga iqror ekansizlar-ku, ha? Davlat bayrog'i, davlat qonuni deganlaringlarni topshiribsizlar-ku. Yosh yigit buvayning mazoq qilib kuldi. Bularni sen nereden bildin? Sen bizning ishimizni nimaga surishtirib yuriysan? Xap to'xta, men seni o'ltirgizib etmisam. Çangı Saqal qattiq achchiqlandi. Bir haftadan keyin Hashir hushiga kelib g'izalandi. Uning ko'zlari o'ltirishib, ko'z chanoqlari ko'kirib ketgan. Ikki qovzi ichiga kirib, burni qing'iraqdek bo'lib qolgan edi. U gaz bog'lagan lablarini tasdim midirlatib, chiroyli yigitdan so'rdi. "Eting nima, ukam?" "Rahmatjon. Necha yoshga kirding?" "20 ga. O'qiganmi? To'liqsiz o'tirni tugatgan. Nima ish qilsan?" "Cho'rnik, dadam ikkimiz uyda do'kon ichib, xurum chigiridan yasab, shilya, qamut, egar jabduq tikatdiq. Qizil qo'g'dug'ichilar do'konlarimizni chiqib sundirib, xurum chigirlarimizni bulab ketib, 11 jon odamga jon boqidak yo'l qo'ymadi. Men turmaga kirgandan keyin dadamlarni Nilqi noyisiga tog' ichiga tushirib etib, uyimizni tortib oldim. Bular to'g'ri emas, Rahmatjon, sabr qilayli, vaziyat o'nglandi. Jahon burunqidimi yaxshi bo'ladi. Proletariat madaniyat zo'r inqilobi oxirlashga oz qoldi. Inqilobiy komitet qurildi-ku, endi bizning o'z hukumatimiz huquq yurgizyotidi degan so'z. Biz yaqinda turmadan chiqamiz. Bizning o'rnimizga bizga qasd qilganlar qamaladi. Men cho'qim yana partiya xizmatini ishlayman. Shu chaqda sening ota-onangni qaytarib kelaman. Uyingni musodara qilingan mulkingni qaytarib berib, ziyonlaringni to'litib berman. Sen ishongin, bu vaqtliq o'qishmaslik bizni oqlaydigan odil odamlar noyit ko'p. Oldi bilan doimiz mavjushi o'zi bizni oqlaydi. U kishi Beijingda tursa, o'zi Beijingda bo'lgani bilan yo'l yo'riqi siyosati keldi emasmi? Bizning uyni bulab talganlarmi, biz mavjushining yo'l yo'riqini ijro qilyapmiz deyishib, mavjushi so'zlardan o'zindi o'qatdi-ku emsa. U chaqda xato lushanni ijro qiluvchilar doimizning yo'l yo'riqlarini burmilgan, lekin partiyamiz bu xato xohishni vaqtida tuzatdi. Hozircha tuzatgan bo'lsa, yana nimishqa dadamlarni qaytarib kelmaydi. Bizni nimishqa qo'yib bermaydi. Sen ishengin, cho'qim qo'yib berdi. Inqilob yo'li hamon agri to'qay, bo'ron chapqiliq bo'ladi.
Mahiyetlik narsalar bilan mahiyetlik bo'lmagan narsalar asosiy iqim bilan tarmoq iqim aralashib ketgan bo'ladi. Lekin Rahmatjon ishongin, kelgusi parlaq, go'zal. U bu oxirgi so'zi bilan Rahmatjondinmi ko'ra o'ziga tasalli bermoqda. O'zining erkinlikka talpingan yuragini sabr, toqat va g'ayrat, shijoat undirmoqda edi. Mushundaq chaqda ko'ngil orzusini kuchli til bilan ifodalaydigan she'r misralari ajab zo'r edi. Lekin Hoshir she'r yodlashni ancha yoqtirmaydi. U a'loni esladi. U bo'lgan bo'lsa, qandoq ajoyib misralarni yodlagan bo'lar edi, ha? U o'tir maktabda o'qiyotganda yodlab olgan misralardan o'z hissiyotini ifodalaydiganlarni aqtirib ko'rdi. Tangir qilmayman do'stlar, tilayman oliy tilaklarni, tushirmayman kurashga deb turgan bu bilaklarni. Mard bog'man g'azan qilmas vaqtsiz bog'ni, tarbiyasiz so'ldirib gul chechaklarni. Bog'uning gul chechak tugul, yumron maysalarni tugatdi. Yana nima deb bog'uningni tilga olasan? Hoshir buvayga olib qarab qo'ydi-da, gap qilmadi. Buvaymi ortiq gap qilmay, yamayotgan chopinni tiziga qo'yib, tardi-da, saqilni tatlab xiyolga batdi. Hoshir o'zining so'l yonida yotgan kamsiz, namozdan bosh ko'tarmaydigan qora saqal odamdan ularning ahvolini bildi. Ular binamga chiqib Qurban hayit namozini yoshirincha o'qiyotganida bir turkum yoshlarning qattiq hujumga uchragan. Yoshlar ularning Qur'on sallalarini tepib yirtib, ko'ydiribdi. O'zlarini bog'lab, urib, ko'cha cho'rgiltibdi. Shuning bilan jinidan jaq to'ygan bu islom diniy muxlislar ko'na qabristonlik ichiga to'planib, Xudo yo'lida jang qilib o'lishga qasamyod qilishibdi va Shayxul Islom nomli tashkilot quribdi. Ular degan amdala harakat boshlashiga bir deqan yigit ularni pash qildi-da, yig'in echayotgan yerda hammasi biroqla qo'lga tushibdi. Chumilning daraxtni langshitishi degan shu, dedi Hoshir o'ng tarafiga o'rilib yetib. Bularga jinoyatchi ekan, biz nemishqa bular bilan bir kamerga so'landik? Bizning qilmishimiz nima? Mening dehqonlar turmushini yaxshilash, xalq qo'ng'ishlarini mustahkamlash uchun mavjushiga yozgan heliqi xatimni beri qo'lga tushirib burmulganmidi? Ular meni aksal inqilobchi deyishni bildi. Qilmishimni etmedi. Men zodi nimalarni xato qildim yoki heliqi Osmonlarning advokat degan tashkilotidan chataq chiqib, u qushmay meni tutib yurishamdi. Lekin u tashkilotmi tarqalg'ili 1 yil bo'ldi-ku. U o'zining tutilgan kunini esladi. Shu kuni u Sharq qizardi 75 dan 4 ni elib tog' eg'iziga yo'l ichishga bordi. Kesh kirgicha qor ko'rguvchilar bilan birga bo'ldi. Kechda choni bilan qaytib kelib siyosiy komissarga chorvalarni qutqizishning tayyorlik ahvolini doklad qildi. U yotqiga qaytib chiqib, amdala bajingirni silib, paytimlarni quritmoqchi bo'lganda deyresiga yalt-yult qilib qo'lchirg'ining nuri tushdi. Hoshir haroqkashlar kelgan o'xshaydi deb eshikni yo'g'an ichishiga uyga 2 dona yerim avtomatik miltiqning istovuli kirdi-da, tushmi-tushdin, qo'lingni ko'tir degan ovozlar ko'tarildi va eshik derazlaridan qo'ralangan odamlar kirib kelishdi. Ular Hoshirning qo'liga ko'yzi selib, o'rin ko'rpisini dumbisiga tortib, yotoqdan chiqqanda Hoshir o'g'za, o'yla, darvozalarga tiklaklik pilimut, tanglanglik avtomat miltiqlarni ko'rdi. Hech kim uningga bir eg'iz gap qilmadi. Uni kichik mashinaga ittirib kirgizib, 2 yenda 2 nafar yalang'och tapancha tutgan yigit, oldida avtomat bilan qurollangan bir yigit qurol tanlab ilib mangdi. Hoshir oldida bir mashina keynida bir mashina qurolliq muhofizatchilarning nohiya turmisigacha birga mang'anligini ko'rdi. Nemanchi turlik deb o'ylagan edi Hoshir u chaqda. Menga birla odam kifoya edi-ku, meni to'limi dahshatli dushman hisoblagan o'xshamamdi. U chaqda garchi uning tutilishi vahimalik bo'lsa-mu, Hoshir zotla qo'rqmagan. Chunki u bu ishning o'qishmaslik ekanligini qattiq ishongan. U qurol tutgan muhofizatchilarga yiqimliq kulgisi bilan tikilib qarab, o'zining gunohsizligini, ularning xatolashayotganligini bildirib qo'ymoqchi bo'lgan edi. Lekin hech kim uning ko'zlariga tikilib qarmadi. Eshik chaloqlab ichildi. Kamerdagilar eshikka qarashdi. 2 nafar turma muhofizatchisi kirdi-da, qapoqlarini turib vaqirdi. Shamol yeyishga, dedi biri Uyg'ur tilini buzib so'zlab. Fang
dedi yana biri təsdə külküdən özünü tutub. Siyasi məhbuslarni odatdagi məhbuslardan ayrim joyda havolitadigan Hoshirning birinchi qitim sirtqa chiqishi bo'lg'achqa sovuq, lekin yaqinliq bahor havosi burniga purganda uning beshi aylandi. Quyosh toza, chinq tush bo'lgan, suzuk osmon ajoyib yiqimliq va sirliq, egiz teraklarning shoxlaridagi ko'zni chaqnatgan suzuk qorlar uningga kangri ili vodisini, seriqdal etaklarini, cheksiz benamliklarni eslatdi. Uning judangu xorlangan yuziga sehiy quyosh nurini to'kkanda uningga hayot, erkinlik, insoniy g'urur shunchalik qimmatlik bilindiki, u nurg'un chaqlarda o'zining bu qimmatlik narsalarni qadrlamaganligini shu chaqda his qildi. Nemishqa o'zining va boshqalarning baxtiga sal qaradi, nemishqa Roziyaning muhabbati, insoniy qadr-qimmati oldida mardonlik bilan paydo bo'lmadi. Qiz o'z muhabbatini izhor qilgan ashu chaqlarda u nima uchun sun'iy qaysarlikka berilib, o'ziga tamanno qo'yib kerilib, go'zal yoshlikni so'g'uq chiroy kutib oldi. Hayotida birlik etim bo'lgan u daqiqalar endi takrorlanadimi? A'loni nimishqa hadisila ayblaverdi. Endi nimishqa naq ashu ayblik og'isini hadisila ko'z oldiga kelib oladi. Navoda Hoshir go'zallikdan, kishilik turmushdan, quyosh nuri bilan go'zal tabiatdan majburiy ayrilib bilib, mo'nu sesiq, chusi birgilik qorong'u zindonga tashlanmagan bo'lsa, u hayot, tabiat, quyosh va insoniy muhabbat to'g'risida shunchalik ishkirlab o'ylamagan, o'z ayblarini bunchalik chunqur o'ylamagan bo'ladi. Hoshir aka, dedi Rahmatjon düp-tugilak qo'y ko'zlarini o'ynatib hayajon bilan, men avu eshikdan cho'ng hovliga qaynoq suv akirishib bergili saqchi bilan birga chiqqan edim. Qaynoq suv ilib etib, chiroyli bir ayolni ko'rdim. U ayol menga engishib pichirlab, men Roziya, Hoshirga salom dang deb qo'yibla ketib qoldi. Roziya, dedi Hoshir hayajondan ko'zlarini o'ynatib, texchi chiqmabdimi? Ha, yana nima dedi? Mening ismimni va adresimni so'rdi. Aytib berdim. U ayol xeyli erkin o'xshaydi. O'zi qandaqroq chiroyli ekan, bo'libmi ko'zlari, lekin chechi oqirib qopdi. Hoshir o'rnidan dast turib u yoqdan bu yoqqa mangdi. U hozirla musobaqaga tushadigan tantarbiyachilik jonlandi. Uning Roziyaning ismini to'lig'isi, naqshi etqusi, barliq tartquliqlarni unutib qaqaqlab kulgisi keldi. Lekin u uningga yo'l yo'q, chunki bu turma.